Salom guruh a'zolari, bugungi mavzumiz qizlarimiz va ayollarimizga xush keladi deb o'ylayman. Qizlarimiz va ayollarimiz o'rtasida keng tarqalayotgan kasalliklardan biri bu kista mioma haqida qisqacha gaplashmoqchiman. Bu kasallik nega yosh tanlamay qo'ydi? Hozir 15 yoshda ham, 40 ga kirganda ham, 60 ga kirganda ham bu kasallik keng uchramoqda. Bu kasalligimizni sabablaridan eng asosiylaridan biri bu gormonal o'zgarish va organizmda o'ta darajada yallig'lanishni kuchliligi va местный immunitet, ya'ni aynan ayol kishini ayollik organlarida o'ta darajada kuchli yallig'lanishni ko'paygani. Bu kasallikni yechimlarini juda ham ko'p, lekin negadir bu kasallik tobora ko'paymoqda va surunkali davrga o'tmoqda. Ayollarimizda bir yechimi bu operativniy yechim bo'lib qoldi, ya'ni borib operatsiya qilib oldirsam bu kasallikdan butkul xalos bo'laman deb o'ylashadi. Lekin noto'g'ri bu fikrlaring, chunki bu kista mioma bu o'zimizda organizmimizdagi o'zgarishlar oqibatidan kelib chiqqan o'simta bo'lib, buni olib tashlasangiz boshqa joydan yana qayta chiqishi mumkin. Bu kasallikni qanday qilib oldini olsa bo'ladi degan savolga men sizlarga javob topganman. Bu Rossiya mahsuloti Arteli va Zimalyubka bo'lib, bu tabiiy mahsulot, ya'ni 100% tabiiy, hech qanday kimyoviy tarkibida hech qanday kimyoviy preparatlar yo'q, gormonlar yo'q. Bu mahsulot organizmda ayollarda местный immunitetini, ya'ni aynan jinsiy organlardagi immuniy sistemani faollashtirib, u yerdagi yallig'lanishni pasaytirib va oldini olishda keng tarqalmoqda. Kista miomani yana bir asosiy kelib chiqishlardan bu gormonal fond o'zgarishi deb aytdim. Gormonal fonni to'g'rilash uchun hech qanday aptekada gormonni olib ichish shart emas. Bu organizmda o'zi ishlab chiqarish kerak bo'lgan gormonni xronolog mahsuloti bilan tabiiy yo'l bilan organizmda o'zi ishlab chiqaradi, faqat unga jinsiy turtki bo'lishi kerak. Bu mahsulotlarimizni men sizlarga ichishni tavsiya qilish sababi, o'zim ham bu mahsulotlarni ichaman va yana bitta plus tarafi, bu mahsulotlarimiz bepushtlikni oldini olishda va davolashda juda ham samarali yordam bermoqda. O'sha uchun agar kimda qanday savoli bo'lsa yoki bu mahsulotlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu video ostida yozilgan telefonga telefon qilishlarini deb so'rardim va sizlarga to'liq shu mahsulotlar haqida ma'lumot beraman.